4 haftadan eshib ketdimi nima? Albatta. Parvardigorim, bu yerda ishlash vaqt bek tez o'tdi ekan. Shundaq. Rahmat sizga. Arzimaydi. Tez bo'ling, Kay, mangayli. Boshqalarni saqlamaymizmi? Nega Kovik jonlar bizni shu yerda saqlamoqchi? Belchi. U bormaydi. Michael Erendis bilan uning o'mich shirkati biz uchratgan eng chong xaridor bizni ilishtiruvchimiz. Ammisa, Will hozir nada? Mundaq ish, men uni Andy A degan to'rxumarni qo'g'dashga qo'ydim. U Hilton mehmonxonasida e'lon yig'iniga qatnashmoqchi ekan, biz uni qo'g'daydi ekanmiz. Ular savdo markazida uchrashmoqchi edi, shunglashqa u bormaydi. Mundaqda, meningcha shundaqdi. Baramsiz, bormamsiz? Men qo'limni yuvib chiqay. With that softness you coming with, who you think you are with that nonsense, with that nice rosy feeling, get that. Bugun kegni muvaffaq bo'laman. Albatta, Tasha bu diloni bek muhim deydi. Aks tushunsak muhim emas degan gapmish. Biroz unga ilk moddan qaqaligini aytib qo'ydi. Qish. Moddan kontrol markazi filmlarni qisaq bo'lib ekan. Men Andy Igor bo'laman. Yaxshimisiz? Shundaqmi? Men Will Eronis. Bu mening xizmat ishim. Hay, bu cho'qim odatlik ish emas. Shundaqligini hamma odam biladi. Shunlashqisiz e'lon qilishni ilgari biz sizni qovdirmoqchi. Jira, mangayli. G'arbiy ko'ch kontrol sistemasi shirkatining mas'uliyati. Talabingiz bo'yicha yasab berdi. Yaxshi. Boshqalarning kontrol sistemasini ishlatish yaxshi harakat. Keyniga paylaqchi qo'yishdan g'ajit qolmaydi. Guvochim bo'lmaydi. Shundaq. Guvochi yo'q deyarlik. Keynimizga kerak turib. Güzel hem Batur Will Eronis avullardan tashkil topgan guruhini boshlab eng xatarlik amallik saqlash vazifalarini keyni-keynidan g'alabali tamomlamoqda. Michael Erendis degan zot kimdir? Erendis talantiq kompyuterchi. Havas qilib og'zingizga tamishib ketdingiz. Amslimshq kishilar uni o'mchik deb ataydi. Chunki u to'rdagi har qanday ushaq narsani tutib tomoq o'rnida yeydi ekan. Yeninglardagi barliq elektronlik va mexaniklik qurollarni chiqaringlar. Nima qilmoqchi? Biz yaxshi odamlar. Kechiring, bu yer mutlaq bexatar joy. Mutlaq bexatar bo'lsa, bizni ishiltib nim qilsizlar. Bo'ldi, gap qilmanglar. Bu yerda Michael Erendis o'mchik bor-da. Qayning degani to'g'ri. Mundaq puldor odamning bexatarligini talab qilgani aqlga muvofiq.
Nemancha ko'p ilib oldingiz, Dasha? Sizga keldik, ay. Hammamizni undaq emasligimizda ko'z tutib qo'ying. To'xta. Qo'lingizni ko'taring. ish kiyimimdagi elektrik ilg'ochi. Men. Buning bilan ikkinchi qavatga chiqqili bo'ladi. Birinchi qavatga ham eshikni ochqili bo'ladi. Bu sizlarni saqlab o'tadi. Bu yoqimlar. Ömchikning harakati bak asliga haqiqatan milliarderga o'xshaydi ekan. Meni qo'g'dig'ili kelganingizga rahmat. Bilamsiz, bir necha yildan buyon sirtqa bak os chiqadigan bo'lib qoldi. Çataq yo'q. Men bexatarlikning kafolati. Xotirjam bo'ling. Hech ish bo'lmaydi. Har qancha iqtidorli bo'lsangiz-mu, yemay ichmay o'ltasangiz bo'lmas. Rahmat. Ne bo'ldi? Meshin, buningda zahar bo'lishi mumkin. O'rmon yong'in tetyapti. Bilmayotgansizlar. Yordam qilganinglardan bakmi xushalman. Shundaqmi? Amsa maxfiyatligingizni aytib bering. Ma'qul. Balduroq davasami mayli. Men kompyuter to'g'ri asosidagi til cheklamasi bo'lmagan ko'p iqtidorli boshqaruv sistemasini kashf qilgan edim. Aqaldan kartadagi nimani kashf qilibsizmi, nima? Yo'q, uningdan kuchlik. Asli xeyli ko'p odam kompyuter to'g'ri asosidagi elektr mini sistemasini tadqiq qilgan. Ularning hammasi to'qnashib qoldi. Endi yaxshi bo'ldi. Mening bu sistemamda soatga o'xshash bir nar orqaliqla har qanday uskunni kontrol qilib bo'ladi. Mayli ishxonada yoki uyingizda bo'ling, mat situatsiyangiz, mush texnikani ishlatsangiz bo'laveradi. Siz har qanday chog'da, har qanday joyda ola olasiz. Unimni sinash uchun o'zim bormasam bo'ldi ekanda. Milliarder uy jihozlarini setib ololmabdi-ku. Uning 40 milliardlik mulki bor ekan. Qandaq bezayman desa, shundoq bezayman. Bu narsa vaqansir chiqyapti. Ras, meningkimi? Voy, kimlar bu? Mashhur qo'g'duvchilar ekan bu. Jahonni titratganlar. Sizlarni ko'rib, meni surib esvatdi. To'g'ri dedingiz. Biz shular saytingizdan chataq chiqqandek qiladi. Yo'q, ular o'ni joriy qildiryapti. Sizlar mening mahbuslarim bo'lasizlar. Ömchik efendi, siz bizni tajribangizga ishlatmoqchimi? Endi suhbat oyoqlasin. Nega? Bizni qo'g'dug'chilikqa taklif qilmaganingiz uchun pushaymon yeysiz. Chunki bizning vositamiz buzuqlarnikidan ustun. Masalan, mutlaq bexatar muhitga qanday kirib chiqishni bilamiz. Hey, sizlarga deyishni unutib qoptiman. Bu soat o'zgartib ishlangan ko'yza. Aslidagi ko'yzalar jinoyatchilarni uyga solib qo'yishga ishlatiladi. Uningda gez jurnal ko'rishga, shamollashga 1 minut beriladi. Lekin hozirgisiga yelimliq portlash to'g'ri qochiladi. Taqvochini o'ltiradi. Mayli, beringlar. Qulupni chekinglar. Biroq oramizdagi munosabat uchun masalani askartib qo'yay. Agar uydan chiqilib 1 minutdan oshgan bo'lsa, o'tirhal ovozdagi portlashni anglaysizlar. U chog'da portlat tugishsin. Agar ba'zilar soatni elib bitib, doiradan chiqib ketmoqchi bo'lsa, u chog'da ular ancho. Sizga nima kerak? Menga kerak narsaning hammasi menda bor. Sizlarmi shuning ichida? Bu kompyuter talbisi. Anladım. William efendi. Men anlayolmagan gapni bu qanday qildi? Bu iskilat orqali yo'llaydigan mikrofon. U intayin sezgir. Bu soatlar bek ilg'or ekan. U tor fundamentlik boshqarish sistemasini asos qilgan. Yaxshi bo'ldi. Nima?
Mən heliqi jurnalda ko'rgan Andi Egg mushu jihatdagi texnikada bo'sib chiqibdi. To'xtanglar. Sizlar balki Andi yangi tipdagi boshqarish sistemasini kashf qilibdi. Boshqa tartiblarning hammasi bekor bo'pti-da, hatto erindisingmi shu? Uning 40 milliard yo'q bo'pti-da. sizning o bizni biyag solab qo'yib Andini o'z o'ltirgil borami? Shundaq. Buningga gap ketmaydi. Velga xabar qilib qo'ysak bo'ladi. Kompyuter nishonni izlayapti. Kechiring Kay, buning bilan chiqib ketishimizga yordam qilamoqdaysiz. Aldirmay turing. Eringiz skelet mikrofon sistemasi orqali gap tinglashyapti. So'zlasanglar u anglay oladi. Ammo sizlar anglagan gapni u anglay olmaydi. Buni nereden topdingiz? Bu yeni tipdagi sifirli ishki. Bugun atgan qo'limga tekkan. Taxtga yasha boyatigi og'iz tartibi bilan o'mchikning ko'zini qo'lini siximini kirgizib qo'yib edim. Bu yerda kovak toparkan. Ana. Sıfırlıq ishki. Sirtda tar bir koridor lift tutishadi. Biroq o'mchikning telekamerasi uning timini ko'rolmaydi. Oddiy gapgan bu. G'alaba qilishimizga yordamingiz bo'g'lik. Vaqt bo'lsa aytgan. Infina nuri orqali signal belgili bo'ladi. Kay, Sınaq qilyapman. tez bo'ling. Bo'ldi. Kechiringlar. Soatning ishidagi bir taraf qilishni o'zgartirib boqaymikin deyman. O'zgartamidi. Kiyimingizni kiyib oling. Biroq ta'til sanashni qaytadan to'g'rilab bir nolni qo'shib qo'ydim. Boshlagandan keyin 10 minut o'tadi. 1 minut emas. 10 minut. Amsa bir joyni tepib o'tdan uxlawasammi bo'g'lik? Bir odam chiqishga bo'ladi. Bo'lmasa eringiz sezib qoladi. Men boraymikin. Unchi marvoyatni tanlay oladiganingizga bek qoyilman. Vaqtinizga rahmat. Basha, sizning velni izlashga 5 minutlik vaqtingiz bor. Topolmasangiz darhol qaytib keling. Bo'lmasa Gol.
5 minut geçti. Onun qaytalanmak oldu. Bu bir xil iqtidarkan. O'shundaq chaqda uyqu keladi. O, to'g'majanchi. Fursat topsalar, qoladi. Men qarab baqay. Bu nimish? Bek yaxshi bo'ldi. Bizning uyqu gizlimiz oxiri reallikka qaytdi. Yaxshi bo'ldi. Tushingizda qarma lekin ko'rgansiz. Nadikini jodugarnimi ko'rmabdiman. Yana birdan uxlasam bo'ladi. Bo'lmaydi. Boshqalar uxlasin. Men uxlaymikin. Mening uyqum kelyapti. Men 8 soat uxlab qiynavag'in. Bu yerda o'yg'oq turdiganlar bo'lmasa qanday bo'ladi? Oldi bilan kim uxlaydi? Meni uxlag'ili qo'ymagandan keyin nega uxlasin? Balkim uni tushida yigitdek ko'ngli tatgan yerga olib o'yinida. Amsi men uxlay. Tushingizni xotirlab bering. Bo'pti, bering. Kompyuter nishonni izlayotdi. Kechiringlar, kechiring. Ish yo'q ekan. Bo'ldi, men ko'rib boqay qanday ekan. Meshinvel, men mushundaq degan. Men mushundaqni olmoqchi edim. Bugun kechki e'lon yig'inida men cho'lpon bo'g'idekman. Bak hayajonlanyapman. Bakla. Ish amdila boshlandi-ku. Nima bo'ldingiz? Hozir tegilib bo'lmaydi. Buni qo'yib qo'ying. Men ko'kko'ynakni yoqtirib qoldim. Biroq bu yerdan tez ketaylik. Savdo ilojini askara setilishga buzg'unchilik qilish razvedchiklarning prinsipimi? Inovatli kartani menga bering. Tez bo'ling. Kartamni sizga hargiz bermayman. Telekameraga nima bo'ldi? Nima ish qilmandan so'raysiz? O'zingiz qurashtirgan. Franko xonimni hozirlik ko'rishim kerak. U uxlayotdi.
Hozirlik kelsin. Bo'lmasa soatni portaltib aytaman. Kay, anladınızmı? Negeni oyguttum. Oyganmısın? Ne bo'ldi? İşleme. İşleme, ras. Oh, siz de ayak dokunuğu verip qarab baksın degen. O yakta. Yerim baha. Negi? Sizlarga xatar bor? O'lgur, narsa yeta olmaydigan bo'ldim. Tez bo'ling, nega o'rningizdan turib. Bo'ri, tez tur. Tang atdi. Chaqchaq qilmadimchi bu? Nega? Oxiri uyg'ondimiz. Oh, nim bo'ldi? Ko'proq uxlasam nim bo'ladi. Hozirdan tortib yangi qoida bekitman. Qani men bilan o'ynashganlarni ko'ray. Qandaq tush ko'rdingiz? Yaxshi. Kechikib qoldim. Karim nima? Gapimni anglasangiz mayli. Angladingizmi? Qo'rqmayman. Bizni o'ltirish uning uchun qiyin emas, ammo o'ltirmadi. Qaraganda cho'qim bir sabab bor. Onunga biz kerakdirmiz. To'g'ri. Mush tafakkur bo'yicha ketaveraylik. Rahmat. Asta, odam yo'qkan. Qanday qilamiz? O'zimizga tayanmay bo'lmadi. Dasha shunday ishqi yo'qsa qanday qiladi? Bilmayman. Odam uratdi, odamlarni o'militadi, yana uratdi. To'g'ri. Nima? Biz e'lon yig'iniga berib saqlaylik. Dasha bizning shu yerligimizni biladi. O berib bizni ish qiladi. Hech yo'q. Nima? Ma'qul. Baktık. Velmişin, qaranglar. Nima? Do'kon aylanig'ingiz borlig'ini bilman. Biroq e'lon yig'iniga borgan vaqtimiz bo'lib qoldi. Yo'q, av Osiyalik sarangni dedim. Oh, Osiyalik sarang emas, u degan Jon. Jonxo? Yo'q, Jonlo. Jon. Yana vaqt bor. Bizga yordam qilsangiz-chi, Jon. Yo'q, u soatni ko'rsatganda qiladi. To'g'ri. Yumshoq detalni men keshib qilgan. Shundaqmi? Oh, yo'q. Cho'qim cho'nchoqdaq chiqdi. Chunki ular hiliqini ko'gili kelgan. Bilamsiz, hiliqi nimadi? Hiliqi hasharatchi. Siz o'mchikni demoqchimi? Michael Erendesni? Qo'ng'iz bo'lamda o'mchik bo'lamda Karim nima?
Erendes dunyodagi 2-darajali kompyuter xo'jayini. U mening tadqiqotimga ko'z tikib turdi. Necha minutdan keyin sizlarni Hilton mehmonxonaga olib boramiz. Mayli xalanglar yoki xalamanglar vazifani qabul qilsa, sizlar Andi Igorni o'ldirsizlar. Kerakli qurolni men beraman. Qurashtirish ketmaydi. Har qatim bir ishni qilay desamla, u oldimga o'tib oladi. Nima deb bayga avtomobilni yasab olmaydi-ki, na? Bayga avtomobil bilan kompyuter talantining aloqasi bormi? Buningda cho'qim bir masala bor. O ilgari farq avtomobil atratiga yasgan avtomobillarga o'lishni oldini olish uskunasini o'rnatgan. Mashina atrati g'alaba qilsa, uning iqtisodiy yordam qiladi. Biroq hozir u sepi o'zidan suiqasdchiga aylandi. Kunlarning birida siz suiqasdchiga aylanamsiz, teqi. Amal qila olishimga ishonaman. Mening bir amalim bor. Nima? Dashala bu yerligimizni bilgan yerda hali suiqasdchi cho'qim beradi. Sirtda bir minch qadalda bizni saqlab turdi demoqchimisiz? Andini saqlab turdi deyish kerak. Men shuni o'zim asrayapman. Chunki u yaxshi odam ekan, ammo xatar baliqni uningga tegirib bo'lmaydi. Men sizlardan 3 qadam ner tursammi? Gapinglarni anglab oldim. Shundaqmi? Andi, men kasbiy qo'g'dug'chi, sizga xavf yetmaydi. Men kepil bo'lay. Biz mushada turib turaylik. Hech qaysimiz hojatxonaga bormaymiz ila. Geldim. Ölgür. U kelamaydigan bo'ldi. Ko'k, undaq oson bo'ldi qilmaydi. Man qarangdashi. O'tganda meni Xanzola ko'chasida qutuldirib oldingiz. Rahmat sizga. Siz bilan hamkorlashganimdan xursandman. Menmi bor? Sizmi bor, Kay? Jon. Sizga deydigan gapim bor edi. Ammo men xilidan beri deyamayapman. Men Jon, bu gapni sizga deyamayapman. Qarasam, bu soat to'xtab qopti. Pek yomonkin siz Juma. Soatga chekilmanglar deb eskartgan bu. Biroq sizlarni o'ldirgim yo'q. Men sizlarga yana bir qatim fursat beray.
harakat qilishga tayyorlanma. Berib, Andini o'ldirsana. Odam yo'q ekan. Saqlamay amalimiz yo'q. Amisa, men so'zgili bormay qo'yay. To'g'ri. Kechiring Andi. Bilmaysiz, xotirjam turyapman. Nemishqa? Jiddiylasangiz to'g'ri bo'ladi-ku. Yo'q. Meningcha Andi keyin so'zlayman davasi kerak. Yo'q. Ashundaq bo'lganligim uchun eringiz milliarder bo'ldi. Aksincha men yalan to'shaladi qoldim. Nima uchun uydan har kuni chiqolmay o'ltirman? Kashfiyatda hammani biz tushunayman-ku, lekin amaliyotga bog'layamaydi ekanman. Hech qisi yo'q Andi. O'zingizni qo'g'dash uchun meni taklif qilgan ekansiz. Berib so'zlayvering. So'zlamasangiz o'rningizda men so'zlay. Sizlar mush yerda turib turinglar. Mendan boshqa hech kim kirmasin. Bo'lamdi. Mamay. Yetişemaydı ha. Ko'yning yo'qligini erindi suqmadi. Endi kelmasa sezib qoladi. Birodarlar, mening bir amalim bor. Berindiki Shanba filmini ko'rganmidinglar? Lift quduqda o'lgan odam demsiz? To'g'ri, qo'yingcha. Beshamizda emishdi. Nima bo'ldi? Xo'jayinning buyrug'i bor. Ko'kning mijozi yo'q ekan, yelon o'shiladi. Yaxshi. Bo'ldi. Mashinaga chiqinglar. Rahmat. O'ltir, Kovik. Navbatda bugungi bosh personaj Andi Igorni taklif qilamiz. Planda kichikgina o'zgarish bo'lib qoldi. Igor apandining CFO vakili Will Irones uning vakolatan sahnaga chiqadi. Hay. Yaxshimisiz? Yaxshimisizlar? Men Will Irones, Andi apandi yangi vazifaga tayinlangan CFO modi kiyimli amaldori bo'laman. Bu intayin muhim vazifa. Biz yangi asrga kirish oldida turyapmiz. Ikki narsa yer sharining hukmroniga aylangusi. U bo'lsa fan texnika bilan modi kiyim, kompyuter kiyim-kechakka o'xshash narsa. Agar u modidan qolsa, hech ishkilanmay tashlab etib boshqasini almashtiramiz. Qatil vakan, u keldi. Kovik, meni qutqizg'ili kelishingizni bilatdim. Meni bu yerga tashlab qo'ymaydingiz. U men bilan ayrim turmoqchi. Farzim to'g'ri chiqdi. Eringiz loyiyamni o'g'irlabdi. Nima? Bu sklet mikrofonmi ekan? Bu bek yaxshi o'zgartish yo'qdi. U hech narsa yo'qdir. Rost deysiz. Hozir mening planim bo'yicha qarg'a ilib aytinglar. Nima desa ma'qul deydi, da'vatamsiz nima? Ma'qul demasanglar o'lisizlar. Agar rad qilsak, u hech nimaga erishamaydi. Sinab baxmandiq. Unutib qoldinglarmi? Men kerak narsaga erishmay qo'ymayman. Taymerni to'xtatib qo'yganim bilan patlatqich dorini patlata olayman. Sen turib yana kelaman. Eringiz bizning Andini o'ldirmaydiganligimizni biladi. Uning to'zig'i bo'lsa kerak. Men televizor bilan kuzatish asbobining farqini bilib ketmayman. Biroq kompyuterning obdan narsa ekanligini tushunaman. Albatta. Urush o'yini degan filmdagi dunyoni vayron qilmoqchi bo'lgan kompyuter uning sirtida. Andi kashf qilgan sistema bo'lsa, kichkina mouse bilan dunyoning har qanday joyidan mal setib ola olasiz. Hargiz qistonchilik bo'lmaydi. Undaq emas. Diqqat, mashhur qo'dg'uvchilar butun binoni egiladi. Ularda qurol bor, xatarlik. Menimcha bunday bo'lishida cho'qim sabab bor. Ular Andi Igorni tutqun qilib oldi. Ularni to'sish uchun odam o'ldirilsa so'roq bo'lmaydi. Bu yoqqa keling.
Vel, Meşin, Andin hep gittinglar. Fakat sizlerle bomba yok. Sizler Andin'i tutqun qilmadilar mı? Tez bo'linglar. Tez. Tez. Söyle. Asta, eshik taqilib qoldi. Odam qutqizish degan to'zaqqa. Abla, çataq bo'ldi. Tartib sanoq boshlandi. Foydasi yo'q, chaqilmasa aynakkan. Peshonimizni ko'may amal yo'q. To'g'ri, hamma odamga Andini tutqun qilganda ko'rinamiz. Mashilladimi ismimiz bor tursa? Agar mag'lub bo'lsak, qo'ldik ulug'aga hisoblanamiz. Xayrli kash eringiz. Andi, buni siz kashf qilganmi? Qanday qilib ulashin bilamsiz? Agar maxfiy shifr bo'lsa quluplaydim, biroq portlash sistemasini kontrol qilishni bilmayman. Mush yetarlik. Atrofda to'p o'zgish bo'lishi mumkin. Men sifrli kiyim orqali maxfiy shifrni yasab chiqay. Vaqt qolmadi. Faraz qilaylik. Erindisning maxfiy shifri nimada? O'ylab boqaylik. Ismi, tug'ilgan kuni, ajrashgan kun, yaxshi ko'radigan yemakligi, pishloq, sandvich, yangi qalamchisi, balkim kino cho'lponlarining ismidir. Sigbirikan, Marian, ya'ni itning ismi, beshikning ismi, uy hayvonlarining ismi bo'lishi mumkin. To'g'ri, shundaqmi? Ular bo'lmasa, uning laqimi o'mi chiqqu. To'xtanglar, o'mchikdagi ayni voyga o'zgardi. Uning ismida voydan ikkisi bor ekan. Erendis yana yengib oldigan bo'ldi. Yo'q, siz yengil qo'ymasanizlar yengamaydi. O'ylab boqaylik. Eringizdagi odamning tafakkuri qanday bo'ladi? Hey, chapsan teping Andi, siz cho'qim topalaysiz. Hozir sizning amaliyotga bog'laydigan fursatimiz keldi. Sizga ishonamiz. Chaqin. Rasmi? Ras bo'lmaychi. G'ayrat qilib, sizga ishonamiz. Albatta, g'ayrat qil. Ma'qul, o'yinni boqay. Maxfiy shifrga odamning ta'siri bo'ladi. U nimaga amroqdi? O'ziga. To'g'ri, u o'zini katta odam deb biladi. Shunga odatdagi odamlardan ulug', aqlli, sezgur hisoblaydi. U o'zini jasoratlik ham chaqqan deb qaraydi. To'g'ri, chaqqan deb qaraydi. Men uqdim. Xo'sh. Men ishdan tushiman. Xo'sh. Beni ironiz. Andi, sizning shifringizni topdi. Sizdek tamassiz aql qarori degan oddiy nomni shifr qilmasligi kerakdi. Men voyning ma'nosini bilib oldim. Andi, ilgari sendan qo'rqib yuribdi ekanman. O'michak. Endi qo'rqmayman. Bugun men Andining qayta tug'ilgan kuni bo'ldi. Bugun men yangdim, sen yangilding. yana bir ish bor. Soatning rangi sat bo'lib qoldi. Metal rang modadan qolgan. Vaqt 1 minutga to'g'rilandi. Bizdan hech kim gumonlanmaydi. Mangayli. Xo'sh, mag'lubiyatchi. Hey, birodarlar, to'xtanglar. Meni tashlab ketsanlar bo'lmaydi. To'xtanglar, qaytib kelinglar. Hey, birodarlar, qaytib kelinglar. Meni yolg'iz tashlab qo'ysanlar bo'lmaydi. To'xtanglar, uni rostila portlatib o'tamsizlar. Saqchilar hozirlik keladi. Qaytib kelinglar. Chapsa qaytib kelinglar. Unda qilmanglar. Bu hozirda portlaydi.
Andi bana şirketining pay chekin setib olish maslahatini beryapti. Voy xudoyim, u aksiya bozori tarixidagi eng yuqori pay chek bo'lib qoladi. Shundoq, u oxir bosh ko'tardi. Yaxshimisizlar? Eringiz şirketini ekskursiya qilsangiz bir ish kiyimga erishsiz. Qiziq ketgan. Saytimga qaranglar, qaranglar. Qaranglarchi. Chiroyliqmikan? To'xta. Yilqidek soatmi? Onundan yaxshi, buning bilan televizor yonatlash qilib, konserva yasag'ili, mashina eshigini taqig'ili bo'ladi. Mendan yiroq turing. Esimga keldi. Siz oxirgi vaqtda Jonga nim demoqchi edingiz? Gapingizni tushunamadim. Ras. Nim demoqchi edingiz? Rast bilgingiz bormi? Agar hayotli chiqib ketalisak, meni aroq ichishga taklif qiling demoqchi edim. Yo'q qalanga. Sizlarning ishinglarni hammamiz bilamiz. Hava.